o'zi erkek kishi oilada ataga qarab ko'proq o'sadi ekan. Ba'zi atasi yo'qlar unga bunga ilashib ketadi. Men o'zimdan kelib chiqishda atamni ko'proq motivatorim mening atam. Birovlar aytadi, ko'chada gap so'z ko'p. Tем более hozir ijtimoiy tarmoqlarda sal taradim. Yana ham gap so'z ko'payadi. Bunga qarshiligim yo'q, albatta. Bizlar oilada o'zi eng kattasi men. Atamning bir gapi bordi. O'g'lim eshakdagi ishlab xondiq yashadi. U so'zning ma'nosini men shu paytda tushunmas edim. Ya'ni eshakdek mehnat qilib, maza qilib o'zingni usti boshingni kiyib, oilangni tutasa, ya'ni bu eshakdek ishlaganligiga sening cho'jangda to'g'ri pul oladi inshaalloh. Taning sog' bo'lsa, ya'ni o'sha ko'chaga chiqqan paytda Allohning yaxshi niyatda chiqasiz u. Men atamning so'zida bu. Yoshligimdan mehnatga abdan qo'ygan. Hozir bir tashqi ko'rinishdan hozir hamma o'zini boyvachchadek nima deb ko'rishga keladi u. Hozir hozir men ham o'zim shunday deb o'ylaydi hozir meni. Lekin buning arkasida ancha yillik mehnat mashaqqat yotibdi-da. Shu boyagi eshakda yashab xonada yashaydigan har doim cho'jangda pul oladi va любой joy do'stlaring oldida bo'lsin, любой joy borsang, kiyinaversan, xohlagan narsangni kiysan, любой joyda yaxshiga so'zlay bilasan, puling yo'q, puli yo'q erkak nimada tili ham qisqa bo'ladi, o'zi tilini ham bulbuldaq saynatadigan pul deydi, bir o'g'ildan so'z bor.